o'ziga ishongan tadbirkor ayol bir oyda o'ziga, sog'lig'iga, kosmetikasiga qancha pul sarflaydi? O'zingiz misolingizni agar ko'rsa zo'r bo'ladi. Agar o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bundan 7-8 yil oldin где-то 100 ming, 150 ming atrofida o'zimga ishlatgan bo'lsam, hozir bundan ancha ko'proq. Hozir men o'zimga professional kosmetika ishlataman. Bundan tashqari sportimga alohida pul ajrataman. Albatta sog'lig'im uchun pulni ajrataman. Agarda 3-4 oylikini hisoblab aytadigan bo'lsak, plus-minus 3-4 ming dollargacha xarajat qilar ekanman. Kosmetikingizga va sportingiz o'ziga. Kosmetika, sport va sog'lig'im uchun. Zo'r. Nima deb o'ylaysiz? Bu hozir ko'pmi yoki kam? Bu narsa albatta nisbiy. Odam daromadi qancha oshgani sari o'ziga ravo ko'radigan narsasi ortib borar ekan. Nisbatni chiqarishimiz uchun shu videoni ko'rayotgan qizlar oyiga o'zlari uchun qancha ishlatishayotganini kommentariyada yozishsin, o'rtacha qiymatda nisbatni ko'ramiz. Mayli, yozishsin.